Bu inson avtosport tarixidagi eng nohaq unutilgan qahramonlardan biri. Uning hayotida jasorat, mehnat, adolatsizlik va afsonalik bir nuqtada tutashgan. U liman poygasini yutish kerak edi, lekin tarix esa boshqacha yozildi. Ken Miles 1918-yil Angliyada tug'ilgan. U yoshligidan avtomobil texnikasiga qiziqdi va mexanik sifatida ishlay boshladi. 1950-yillarda u Amerikaga ko'chib o'tdi va Kaliforniyada sport avtomobillari bilan shug'ullana boshladi. Keyin esa tez orada u professional poygachi va yuqori malakali test haydovchi sifatida tanildi. Va aynan shu obro' uni keyinchalik Ford GT40 loyihasiga olib keldi. 1960-yillar boshida Ford kompaniyasi Limanda Ferrari'ni mag'lub qilishni maqsad qildi. Bu jang uchun ularga avtomobilni chegarasigacha tushunadigan haqiqiy poygachi kerak edi. Keyin esa shu yerda Ken Miles sahnaga chiqdi. U Carroll Shelby bilan Ford GT40 ni noldan sinab, uni g'alaba qozonadigan poyga quroliga aylantirdi. 1966-yilgi Limanda Ken Miles poygani nazorat qildi va finishga birinchi bo'lib yetib kelayotgandi. Lekin Ford rahbariyati tarixiy jamoaviy finish sur'ati uchun unga sekinlashishni buyurdi. Qoidalarga ko'ra esa orqadan kelgan boshqa Ford ko'proq masofa bosib o'tgan deb topildi. G'alaba Fordniki bo'ldi, ammo rasmiy chempion Ken Miles deb topilmadi. Lekin Ken Miles to'xtamadi. U tezlikni aslo tashlamadi. Chunki trassa va poyga uning haqiqiy hayoti. Lekin 1966-yil oxirida Ford GT'ning yangi prototipini sinovdan o'tkazish paytida Ken Miles halok bo'ldi. Ken Miles ketdi, lekin u qoldirgan mehnat, u qurgan g'alabalar keyingi yillarda Limanda davom etdi. U bergan tajriba Fordni afsonaga aylantirdi. Ken Miles nomi protokollarda qolmadi, lekin uning nomi avtosport tarixidan hech qachon o'chmaydi. Tachkani yomon bo'lmaydi akalarim. Bu inson haqida aytilmagan yana qanaqangi ma'lumotlarni bilasiz? Kommentariyaga yozib qo'ying.